Mening yurtim telekanali omadli tomoshabinlarni aniqlashda davom etadi. 24-noyabrdan start berilgan mega aksiya tobora qizg'in tus olmoqda. Unda har bir g'oliblar aniqlanib, ularga qimmatbaho sovg'alar topshirilmoqda. Kuni kecha aksiya doirasida haftalik o'yin sovrindori ham aniqlandi. Navoiy viloyatining Uchqo'rg'on tumanidan bo'lgan baxtli ishtirokchi maishiy texnikalar to'plami sohibiga aylandi. Bilasizmi, siz 1 emas, 2 emas, 3 ta sovg'ani yutib oldingiz. Dostonbek, tabriklaymiz. Rahmat. Maishiy texnikalar to'plami. Mening yurtim telekanali Yangi yil arafasida o'tkazilayotgan omadli tomoshabin mega aksiyasi orqali yana bir hamyurtimizning oilasiga quvonch ulashdi. Uchqo'rg'onlik Dostonbek Otajonov haftaning mega g'olibi bo'ldi. Unga zamonaviy maishiy texnikalar to'plami topshirildi. Shu Mening yurtim telekanalida yutuqli o'yinlarda qatnashib, xolodilnik, televizor, kir mashina sovrinlarga ega bo'ldik. Bu aksiyada ishtirok etishiga bolalarim tavsiya qildi. Dedasi o'ynab ko'ring, balki yutib qolarsiz degan uchun o'ynadik. Mana kelib ko'rib sovrinlarni oldik. Yangi yilga yangilik bo'ldi. Mana Mening yurtim telekanalining ijodkorlariga rahmat. O'ynaylik va yutinglar. Siz ham navbatdagi omadli tomoshabin bo'lishingiz mumkin. Shartlar esa juda oddiy. 26 dekabrga qadar har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha bo'ladigan vaqtlarda telekanal efirlarini diqqat bilan kuzatib boring. Ekranda paydo bo'ladigan maxsus kodlarni Promo Bank Bot Telegram botiga 1 daqiqa ichida to'g'ri va aniq yo'llab, har kuni televizor, har hafta maishiy texnikalar to'plami va bosh sovrin 50 million so'm sohibi bo'ling. Mening yurtim, orzularni ro'yobga aylantiramiz.